Senlar rahming kelgandan gapirmaysanlar. Pul deb kasallarning nozik joyini niqtib yurasanlar. Kommentariyalarga javob qaytaramiz yana bugun ham. Sizda ham savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga qoldiring. Albatta, video ko'rinishida javob qaytaramiz. Savol: lazer apparatning nomi nima va qayerniki? Ishoningki, bu umuman ahamiyatga ega emas. Qayerniki bo'lishi va nomi nima bo'lishi. Agar siz olib sotar bo'lib sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, Mediola, Belarusyaniki. Ahamiyatsiz. Germaniya bo'ladi, Amerika bo'ladi, Rossiya bo'ladi, boshqa joy bo'ladi. Ularning hammasi bir xil infraqizil nur taratadi va shu orqali kuydiriladi. Gap apparatda emas, gap apparatni kim ushlashida deb o'ylayman men. Keyingi savolimiz: senlar rahming kelgandan gapirmaysanlar. Gapirmaysanlar. Bunga ohangni o'zgartiramiz. Senlar rahming kelgandan gapirmaysanlar. Pul deb kasallarning nozik joyini niqtib yurasanlar. Buni qanday ohang qilishim mumkin? Boshqacha bilmadim. Aka, ko'nglingizni keng qiling. Sizni barmoq bilan niqtamayapmiz, u baribir. Shuncha ma'lumot, kasallik bo'lishini oldini olish, kasal bo'lsa qanday tuzalishi, qanaqa dorilar qilish kerak emasligi haqida video qilib qo'yilgan. Bironta videoyim uchun biron so'm pul oluvmadim sizdan. Pul deb niqtaysanlar deysiz. Niqtalgingiz kelsa keling, albatta niqtab qo'yamiz. Bu tekin. Nech pul operatsiya? 6,5 million so'm. Общий xarajati, dori, analiz, hammasi bo'lib ichiga kiradi. Operatsiyadan keyin yana qabziyat bo'lsa, yana treshina bo'ladimi yoki garantiya bormi bo'lmasligiga? Garantiya yo'q bo'lmasligiga. Treshina teng bo'li bu travma hisoblanadi, ya'ni orqaning yirtilishi hisoblanadi. Xo'p, bo'lmasligi uchun nima qilish kerakligini tushuntirishim mumkin. Hojatga bordingiz, ichingiz qotdi, kuchanyapsiz, chiqmayapti. Kuchanmang. Operatsiya bo'lgansiz. Glitserin svecha qo'ying. Yumshoqqina keladi. Qarabsizki, olam guliston. Qayta treshina bo'lavermaysiz. O'zi avvalo ichni qotmasligi uchun harakat qiling. Har xil mevalardan suv ko'proq iching, o'rik sharbati iching. Sizga ham shunaqa savollar bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiring. Savollaringizga javob qaytaramiz, qisqa qilib bo'lsa ham.